O'zbekistonda yagona desak bo'ladi qadrdonlar, zavodskiy holatda turibdi. Faqatgina asvijit qilingan xolos, qolgan hamma joyi radniy holatda turibdi deyishdi. Ma'lumotlarni beraman. 3 tonnalik gavdamozimiz sotuvda. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Qadrdonlar aytib o'tganimizdek, zavod holatda, radniy holatda turibdi. Faqatgina asvijit qilinganini hisobga olmasalaring, biror joyi yechilmagan, biror joyi almashmagan gaz ellikuvchimiz 89-yilda ishlab chiqarilgan. Orqadagi bochkasi 3 tonnalik deysiz, hoji aka? Trishenasi yo'q, svarga bo'lmagan. Shu radniy holatda turibdi aka. Ayyo. Motorlari qachon qilingan? Motorini kalsavatni nimadir qilgan sal yaqinda. Ha, kalsavat qilingandan beri ishlatilgan ham yo'q-a? Texnika shundayligicha turibdi. Buni qachon olgansiz o'zi texnikani? 20 yil bo'ldi. Mashalloh. Unaqa katta ko'chalarga chiqib, unaqa xalq leva qilmagan. O'zimiz uchun ishlatganmiz, kanalizatsiyaga shuni olib chiqib tashlaganmiz. 2 kilometr. Faqat o'zlaring uchun ishlagan texnika. Buni ko'ringlar, benzinda turibdi, umuman metan ham ustanovka qilinmagan ekan, lekin texpasportda kitobchalik ekan. Agar mabodo metan qilmasalaring, qilish oson, ya'ni o'zimizga xizmat qilgandi bu, unaqa ko'chada leva qilmagan. Ko'chalarga chiqib unaqa ko'p ishlagan mashina emas. Yana oldi banonlari ham 90% dan baland turibdi-da. O'zi gaz ellikuvchilar banon yemaydi aslida. Shunaqa. Tem bo'lib bu gavnavoz 3 tonna yuk oladi xolos, mana ko'ringlar. Buni Samasval qorsa ham maza qilarkan tog'gan odam, ha. Hoji aka kabinalari DTP bo'lmaganmi? Hech qayerda tik hamma joyi. Buni shunday turgan joyda asfalt qilib qo'ydilar, hech qayerni yechmasdan. Kraskasi sal kuygan edi. Ha, to'g'ri. Asfalt qo'ydik yana. Motorlarni ko'ringlar. Faqat bir marta ko'rsatib qildingiz xolos, ha. Umuman avtolasot qilmaydi, 1 gramm. Karotkalarda tashash yo'q, chertish yo'q, askorosdan. Reduktorlarda ush yo'q. Reduktorlarda ush yo'q. Endi zavoddan chiqqan narsa 3 tonnadan ortiq yuk olmagan u. Qayerda qiynaladi endi bu. Karozi ham tushmagan ekan haqiqatan ham. Ko'ringlar. Kabinalari ham zo'r turibdi. Mana shaybadan ko'ringlar, shu 89-yil zavodda qatirilgan. Shaybalari ham haqiqatan ham hech qayeri yechilmagan, ochilmagan. Gaz ellikuvchi motor, korobka, moslar radnoy o'ziniki. Nasoslari katta nasosli deysizmi? Katta nasos, ha. Qiynalmas ekanda, bir deganda to'ldirib qo'yaveradi. Mashalloh. Bu kardanlari ham yechilmagan shekilli umuman, hoji aka. Mashalloh. Zo'r turibdi texnika ko'ringlar. Endi buni ramasiga treshena tushish umuman mumkin bo'lmasa kerak, chunki aytib o'tganimizdek 3 tonna yuk oladi xolos. Ko'ringlar. Hujjatlari o'zingiz nomingizda? Hammasi o'zimiz. Muammo yo'q hujjatlaridan, xudo xolasa. Ayyo. Ko'ringlar mana. Zavod holatda turgan shunaqa ellikuvch ko'rganmisizlar? Biror joyi yechilmagan, almashmagan, zavoddan qanday chiqqan bo'lsa shundayligicha turibdi, ko'ringlar. Bu texnikamiz Toshkent shahar Sergeli tumanida turibdi. Ekranda pastga kelgan nomerni qoldiramiz, xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Hoji akamning mo'ljallari ozgina balandroq ekan, kelib ko'rsatib, sotilayotgan texnikalar ko'rsatib, maslahatlashib 6000 so'm narx qo'yamiz, yana o'tib berasiz dedim. Xudo xolasa, naqd pul bilan kelsalaring yana sunnatiga o'tib berishadi. Lekin haqiqatan ham mashina zavod holatda turibdi. Bu video roligimizni 3 tonnali Gavnavoz asinizator qidirib yurgan do'stingizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalardan, narxlaridan xabardor bo'lib turasizlar. Savdolarni bersang, yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.